Assalomu alaykum YouTube tarmog'ida biz kuzatuvchilar, dehqonchilarga barakatlagan holatda mana biz pomidor ekishlarni boshladik. Mana uyalarni ko'lab bo'ldik. Tabiiy biogomusdan foydalanyapmiz mana. 200 grammdan tushyapti har bir uyaga mana. Tabiiy, hech qanaqa kimika dori tushmaydi, tabiiy bo'ladi mana. Mana shunaqa qilib ekyapmiz. Mana bunun orasiga makka ekib chiqsalari har 1 metrga salqinroq berib ko'proq hosil beradi. Hosildorligini video davomida ko'rsatib boramiz. O'sha biyogomuz